Assalomu alaykum hamkasblar. Anaqa daraxtga qaraysizlar. Daraxt deyapman. Mana bu kurkurak jonivor. Oshnamiz, asalarichilar oshnamiz. Endi qarab turibsizlar. Kirsak, mana bu yoqqa arilarimiz. Uni arilarimiz. Atvodkalar. Ikkinchi partiya bilan birinchi partiyalarini urug'lantirib oldik eson-omon. Ikkinchi partiyalar. Mana bularda 3 tadan. Mana bularda rangi qizil sariqlarda 4 tadan atvodka. Vaqt 70 tadan ziyod atvodka bor. Hali ham bor. Qistam hozir. Bu yer biza atvodka urug'lantiradigan uyimiz. Tabiati yaxshi mana. Yomon emas, arilar holati. Mana tokchalar ekuvdik. O'tgan yili nasib bo'lsa. Soyasi tushadi, mana shaqlayadi deb. Bu yashilchalarni, meni nukleuschalar tayyorgarlik ko'rilyapti yana bir partiyaga. Meni nukleuslarga chiqaramiz nasib bo'lsa. Bu kurkurak jonivor ertalab bahordan keldi. Nima qilamiz endi hamkasblar?